Bugun podkastimiz Men qanday namoz o'qiyotgan ko'rgan bo'lsam, shunday namoz o'qinglar. namozda qo'llarni bog'lash tartibi qanday? Sunnat deganda Hazrati Ali nimani nazarda tutgan? Kimga o'sha jannatdan uy kerak bo'lsa, marhamat o'qisin. Oyatda, hadisda ortiqcha so'z bo'lmaydi. Sunnatni tark qilib faqat farzni o'zi bilan kifoyalanish to'g'rimi? Duoni tazarru, yolborib va xufiy maxfiy qilinglar. Alloh taolo qayerda nima amal qil desa, Alloh taolo shuni talab qiladi. Agar insonning aqli hamma yoqqa yetganda Alloh taolo shariat tushirmasdi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolom qayerda nimani bajargan bo'lsalar, biz ham shuni bajarishimiz kerak. Navbatdagi dolzarb mavzuni ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qadrli muxlislar. Bugun podkastimiz qaysi namozda kimga ergashamiz degan mavzuda bo'ladi. Mavzuni batafsil va sodda tilda tushuntirish uchun studiyamizga O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazi ilmiy xodimi Zikriyo domla Boborahimovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz domla. Domla, dast avval namoz o'zi nima ekanligi, uning lug'aviy va istilohiy ma'nolari haqida to'xtalsangiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Namoz so'zi arab tilida solat deb nomlanadi. Salot desa ham bo'ladi, solat. Buni arab tilida olganimizda 3 ta ma'nosi bor. Duo ma'nosi bor, duo qilish. Namoz ma'nosi bor. Biz o'rganayotgan mavzu ikkinchisi, uchinchisi demak salovat ma'nosi bor. Demak, mana shu 3 ta ma'noga ham burilaveradi. Xo'p. Alloh taolo oyat karimada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam murojaat qilib, "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va solli alayhim. Inna solataka sakanun lahum." deb marhamat qiladi. Ya'ni sen ularni, ya'ni musulmonlarni mollaridan olgin, ya'ni zakot, ushur sifatida olgin va shu orqali ularni poklaysan, tozalaysan va solli alayhim deydi. Shunda Alloh taolo, ya'ni ularga duo qilgin ular haqiga. Bu joyda namoz o'qigin emas, balki duo qilgin. Demak, namoz, solat so'zini dast avval ma'nosi nima ekan? Duo qilish, ya'ni yaxshilik ma'nosida duo qilish ekan. Bir odam haqiga chiroyli duo qilishi mana shu solat ma'nosini berar ekan. Endi istilohiy shar'iy ma'nosi shuki, Allohu akbar deb takbir bilan boshlanib, salom berguncha bo'lgan oraliqdagi holat bu namoz deyiladi. Ya'ni ruku va sajda, qiyom shunga o'xshagan amallardan tarkib topgan amalni biz demak namoz deyiladi. Mana shu demak mana shu harakatga majmuasiga namoz deb baho beriladi shar'iy tomondan. Namoz juda ham buyuk ibodat, shahodat. Masalan, islomning 5 ta rukni bo'lsa, birinchisi demak iymon keltirish, ikkinchisi namoz, uchinchisi ro'za tutish Ramazon oyida, to'rtinchisi zakot berish, beshinchisi haj. Shu tartibga chuqur nazar tashlasak, birinchi iymon bo'lsa, masalan, iymonda insonda hech narsa talab qilinmaydi. Masalan, namozda tahorat talab qilinsa, iymonda shu ham talab qilinmaydi. Shuning uchun birinchi iymon qo'yildi. Ya'niki qo'yilgani bu juda ham keng qamrovda tatbiq qilinadi. Ikkinchisi namoz. Namoz masalan ro'zaga qaraganda ko'proq, chunki ro'za faqat Ramazon oyida tutilsa, namoz esa inson balog'atga yetgandan boshlab vafot etguncha demak bo'yindan soqit bo'lmaydi. Faqat kimlar uchun? Balog'atga yetgan erkak va ayol uchun va aqli raso, ya'ni majnun, aqlini yo'qotgan, hushdan ketgan bunaqalarga demak farz bo'lmaydi. Endi hushdan ketganni, hushdan kelguncha alohida masalasi bor, lekin asosiy shu. Demak, balog'atga yetgan va majnun bo'lmagan aqli raso erkak va ayol uchun to vafot etguniga qadar davom etadi. Namozni yana bitta o'ziga xos buyukligi shundaki, farzligi. Bu masalan Ramazon sharif payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerdaligida, zakotlar yerdalik bo'lsa, ro'za, namoz qayerda? Alloh taolo huzurida, Isro kechasida Alloh taolo huzurida farz bo'lgan. Ya'ni buni namozni alohida boshqa ibodatlardan yana bir fazilatli jihati bu oliy makonlarda, muqaddas zot, ya'ni muqaddas makonlarda farz bo'lgan bu.
o'sha hammamiz bilan Isro kechasida o'sha 5 vaqt namoz bo'lishi haqida hadislar Buxoriy, Imom Buxoriy, Muslimlar rivoyat qilgan. Demak, namoz mana shu darajada shariatimizda muhim amal hisoblanadiki, va Alloh taolo Qur'oni Karim bir qancha o'rinlarida namozni qoyim qilinglar degan juda ko'p oyatlar nozil qilgan. Bu hammasi demak namozni farzligiga dalolat qiladi. Demak, hop oyat karimalar demak bir qancha oyatlarda Alloh taolo aytgan va hatto muhofaza qilinglar degan, ya'ni namoz shunchaki o'qish emas, balki qoyim qilish qanday ma'noda? Arkonlarini joy-joyida payg'ambarimiz alayhisalom masalan bir hadis sharhlarda marhamat qiladilarki, sollu kama roaytumuni usolli, ya'ni men qanday namoz o'qiyotgan ko'rgan bo'lsangiz shunday namoz o'qinglar deb Qur'oni Karimda kelgan oyatda kelgan namozni, ya'ni umumiy buyruq namoz o'qinglar deyilgan. Masalan ba'zi oyatda ruku qilinglar deyilgan, ba'zi oyatda sajda qilinglar, yana boshqa oyatda qiyomda turinglar deyilgan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom shuni qanday bajarilishini o'zlari jonli ravishda ko'rsatib berganlar va mana shu hadisni aytganlar. Ya'ni men namoz o'qiyotganim ko'ryapsizlar, mana shu holatda namoz o'qinglar. Ya'ni men qanday namoz o'qsam, shu tarzda namoz o'qinglar deb bayon qilib berganlar. Sababi o'zi ulamolarni hadis haqidagi ta'riflari shuki, hadis sharif Qur'oni Karimni sharhi va bayoni hisoblanadi. Rahmat domla. Mana shu o'rinda demak, mo'min musulmonlar namozni farz deb bilar ekanmiz, uni ado etishda ba'zi nuqsonlarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Aytingchi domla, namozni mukammal ado etishda, uni to'g'ri o'qishda nimalarga e'tibor berish zarur? Xo'p, namoz demak yuqorida aytganimizdek amal bilan bajariladigan narsa. Masalan, ro'za tutiladi, bo'ldi. Boshqa inson ro'za tutganini bilmaydi. Chunki u amal, ko'rinadigan amal yo'q. Lekin namozda har bitta harakati ko'rinib turadigan. Shuning uchun yangi namozni boshlagan inson masalan masjidga kirib namoz o'qisa, sal farq qilsa odamlar sezadi birpasda, chunki u xato qilayotganini tushunadi. Demak, inson mukammal, ya'ni shariat talabidagi darajasida, shariat talabi darajasida namoz o'qish uchun avvalo namoz qanday o'qilishini o'rganish kerak. Namoz o'qish bo'yicha yo'riqnomalar, kitoblar juda ham ko'p chiqib ketgan. Inson tahoratdan boshlab, hatto o'sha hojat kirib hojatdan boshlab namoz o'qib salom berib orqasidan qilinadigan duolargacha ulamolarimiz bayon qilib, sof sodda tilda bayon qilib berilgan. Mana shularga murojaat qilib, bu asnoda shu bilan cheklanmaydi, balki insonning tushunchasi har xil. O'zi tushunganda o'qimaydi, balki jamoatga chiqib o'sha ahli ilmlardan, ahli ustozlardan so'raydi. Sababi nimaga? Chunki inson jamoatga chiqsa, uydagi qilayotgan kamchilikni birpasda ko'radi. Men noto'g'ri qilyapman ekan, farqim bor ekan deydi, to'g'rilab oladi. Hali inson mo'minga oynadir degan hadisni shu joyda tasdiqi bo'ladi. Ya'ni ko'radi, shu joyda men xato qilib ekanman deb to'g'rilab oladi. Yoki mana shu joyda men farq qilar ekan deydi. Masalan, qalbi taskin topmasa, o'sha imomlardan, ahli ilmlardan so'rab o'rganib oladi. Rahmat domla. Domla, endi bevosita namozni ichiga kirib borar ekanmiz. Namozda qo'llarni bog'lash tartibi qanday? Bizning shariatimizda qanday ko'rsatmalar bor? O'zi shar'iy hukmlar avloddan avlodga o'tib keladi. Ba'zilar masalan kitob orqali bo'lsa, lekin bizda aksar holatda tavorus degani avloddan avlodga meros bo'lib keladi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom namoz o'qiganlar, sahobalar ko'rsatib berganlar, sahobalarni ko'rib tobiinlar o'rgangan, shunday namoz o'qilar ekan deb. Undan keyingi taba tobiin shunday qilib bizgacha to qiyomatgacha ketadi. Keyingi avlodda masalan ota namoz o'qisa, bola otaga qarab o'rganadi yoki masjidga chiqib jamoatda o'rganadi. Ya'ni bu meros tarzda avloddan avlodga uzluksiz kelayotgan narsa. Demak, bizda yuqori avlod, oldingi avlod, masalan, ota bobolarimizni masalan yoshlik paytda namozga chiqqanimizda keksa mo'ysafidlar namozini ko'rganmiz. Demak, ular qanday o'qigan? O'sha o'ng qo'lni chap qo'lning ustiga, kindik ostiga qo'ygan va biz shuni bilganmiz, shunga o'rganganmiz va bizni diyorimizda yozilgan kitoblarning barchasi mana shuni o'rgatgan. Xo'p, bu narsa o'z-o'zidanmi? Bu qanday paydo? Ya'ni o'sha otaxonlar yoki undan yuqori avlod o'zlari paydo qilib olganmi? Yo'q, balki bu o'sha mazhabimizdagi ulamolar, mujtahidlarni oyat va hadisni umumlashtirib,
shuni ichidagi hukmlardan olganlar buni. Masalan, mushtahid mazhab boshimiz, masalan Imom Azam rahmatullohi alayh shunday qilish kerak, shu qulay demaganlar, balki hadislarni o'rganganlar. Aslida mushtahidlarga Alloh taolo shunaqa layoqat, iqtidor berganki, bularni ongida barcha hadislar, kerak bo'lsa millionlagan hadislar ongida jam bo'lib turgan. Bular hammasini bir-biriga muqoyasa qilib solishtirib turib, ichidan demak, mana bu hadisga amal qilinar ekan, mana bu hadis bo'yicha amal qilish kerak ekan degan hukmni bayon qilganlar. Mana shu hadislarda demak, namoz bayon qilinganda, namoz o'qish tartibi o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yib va u kindik ostiga qo'yib o'qilish ko'rsatma berilgan. Mana shu sunnat degan. Bu aynan Hazrat Ali roziyallohu anhudan rivoyat bor. Bilamizki, Hazrat Ali roziyallohu anhu eng birinchi musulmon bo'lganlardan, ya'ni yoshlar ichida eng birinchi musulmon bo'lgan zot hisoblanadi. Demak, bu Hazrat Ali roziyallohu anhu Payg'ambar alayhisolamdan ajramaganlar, to vafotiga qadar demak yonma-yon namoz o'qiganlar, ko'rganlar namozlarini, birga o'qiganlar, orqalari turib o'qiganlar. Hazrat Alining gaplari namozning sunnatidandir, o'ng qo'lni chap qo'lni ustiga va kindik ostiga qo'yish deganlar. Xo'p, ulamolar aytadilarki, sunnat deganda Hazrat Ali nimani nazarda tutgan? O'zlari nazdi sunnatmi yo Rasululloh sunnatmi? Ulamolar sunnat deyilganda, masalan bir sahoba sunnat deb gapirsa, Rasululloh sunnati bo'ladi deganlar. Chunki u Rasululloh ko'rgan shunday namoz o'qiganini va mana shunday holatda namoz o'qiganlar va ular o'z tillari bilan iqror bo'lganlar. Ya'ni namozni ichidagi sunnatlardan biri o'ng qo'lni chap qo'lni ustiga va kindik ostiga. O'zi boshqa mazhablar o'rtasida u qadar farq yo'q. Masalan, Imom Malikda tushirilsa qo'llar, bizning mazhabimizda kindik ostiga qo'yiladi. Yana bir mazhabda kindik ustiga qo'yiladi xolos. Masalan, ko'krakka qo'yish yoki undan yuqoriga qo'yish yoki undan ko'krak ostiga qo'yiladigan unaqa gaplar yo'q. Demak, bu narsa nima uchun avj oldi? Yaqingacha yo'q edi, balki yuqorida aytganimizdek, ijtimoiy tarmoqlar avj olgandan keyin yoki tashqaridan ayrim qo'shniroq ichidagi ustozlar kelib, "Sen Abu Hanifaga ergashasanmi yo Rasulullohga ergashasanmi?" deb odamlarni sal tafriqaga solib qo'ydi. Odamlar hayron bo'lib qoldi, sodda odamlar. "Rasulullohga ergashamiz tabiiyki" dedi. Shu o'rinda bir masal borki, Imom Malik rahmatullohi alayh, Molikiy mazhabining asoschisi, bu juda ham buyuk olim hisoblanadi. Shu bir shayxdan, bir olimning oldiga bir kampir keladi, so'raydi. "Hazrat, bir masalada savolim bor edi" desa, hali shayx aytadiki, "Senga Imom Malik so'zi bilan javob berim yo Rasululloh hadislaridanmi, sunnatdanmi?" desa, Imom Malik so'zdan javob beraver dedi. Imom Malik sendan ko'ra hadis va Qur'onni sendan yaxshi bilgan deganlar. Demak, shundan bilinadiki, u mazhab boshi Abu Hanifa ergashasanmi degan bu xato gap. Chunki u Abu Hanifa yoki boshqa mushtahid bo'lsin, o'zicha to'qib olmagan buni. Agar to'qiganda yo'q bo'lib ketardi bu gaplar. Balki hadislardan o'rganib, hadislarni bir-biriga muqoyasa qilib solishtirib olgandan qaymog'ini mana shu ekan, hukm ekan deb bayon qilib berganlar. Xo'p, shu joyda yana bir narsaki, eng katta adashmovchilikni, insonning xatoga yetaklaydigan narsalardan bittasi, bir dona hadisni o'qib turib, hadis shu ekan, nimaga odamlar xato qilyapti deb turib, men to'g'riman deb ergashib ketish. Hadis-ku bu deb. Yo'q, u muhaddislar yozgan sahih kitoblarda, masalan 9 ta sahih bo'lsa, ularning eng oliysi 6 ta bo'lsa, masalan, muhaddislar uzun hadislar rivoyat qiladi, lekin uni ichidan ma'lum bir mavzuga qarab turib ajratib oladi. Chunki u uzun hadisni u joyga olmaydi, chunki u rivoyat qilib bo'lgan boshqa joyda. Uni o'sha joydan qirq qilib oladi-da, boshqa bir mavzuga oid joyda ko'chirib rivoyat qilib ketadi. Masalan, aytganda, o'zidan shogirdlarga aytayotganda, shogirdlar o'sha joyda yozib ketadi. Masalan, uni bu hadis aytilishiga nima sabab bo'lgan, u qaysi holatda aytilgan, nima holatda bo'lgan, buni u mushtahid imomlarni, faqihlarni vazifasi mana shu bo'lgan. Ya'ni bu hadis asl o'rni qayerda? Bu nima uchun aytilgan? Qaysi holatda aytilgan? Hammasini umumlashtiradi. Keyin o'shandan chiqqan hukmni keyingi avlodga, shogirdlariga bayon qilib beradi. Yana bir hadis bor, shu o'rinda qo'shib ketaman. Alqama ibn Voil ibn Hujr otasidan rivoyat qilgan hadis bor. Ya'ni Voil ibn Hujr degan bir kishi bo'lgan. Bu Yamanning hukmdorlaridan bo'lgan bu odam, musulmon bo'lib, namoz o'qishni o'rgangani uchun, shariat ahkomlarini o'rganish uchun Madinaga kelgan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilari turib
namoz o'qishni o'rganganlar. Ya'ni umuman shariy hukmlarni namozda ijro etganlar. Shu kishi aytadilarki, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ng qo'llarni chap qo'llarni ustiga, kindik ostiga, ya'ni namozda turganlarida o'ng qo'lni chap qo'lning ustiga, kindik ostiga qo'ygan ko'rganman deganlar. Demak, yuqorida rivoyat qilgan Hazrati Alini rivoyatlari, keyin bu Voil ibn Hujr roziyallohu rivoyatlari, demak, bizga shundan ma'lum bo'ladiki, namozni sunnati o'ng qo'lni chap qo'lning ustiga qo'yiladi va kindik ostiga qo'yilar ekan. Rahmat domla, shu o'rinda raful yadayn nima degani? Ba'zi kishilar namozda qo'llarini ko'tarib tushiradilar. Mana shu narsani tushuntirib bersangiz. Raful yadayn juda mashhur ibora bo'lib qolgan bu. Asli bu ibora qayerdan kelib chiqqan? Raful yadayn lug'aviy ma'nosi qo'llarni ko'tarish. Aynan namozda qo'llarni ko'tarish bu bo'limi qo'llarni ko'tarish deyilganda qayerda ko'tarish? Bu quloq qoqish uchun ko'tarish emas, balki rukuga borishda, ya'ni rukuga ketishda oldin ko'tariladi va rukudan qaytgandan keyin ko'tariladi yoki 3-rakatga turganda ko'tarib, keyin qo'l bog'lanadi. Bu mana shu mazmuni shu raful yadaynni, ya'ni ko'rinishi shu, qaysi holatda bo'lishi. Lekin bizni mazhabimiz ulamolari, mujtahidlarimiz, allomalarimiz faqatgina qo'l ko'tarish bitta o'rinda, ya'ni namozda bitta o'rinda bo'ladi. Bu ham bo'lsa, namozga kirishda quloq qoqish, ya'ni Allohu akbar deyishdan oldin qo'llar ko'tarilib, quloq barobarigacha quloqqa tekkizib, undan keyin bog'lanadi, shundan keyin qaytib ko'tarilmaydi. Hop, bu ham yuqorida aytganimizdek hadisdan olgan ulamolar, hadislardan olganlar. Payg'ambarimiz alayhisalom bir hadislarida aynan mana shu xatti-harakatdan qaytarganlar, ya'ni qo'llar doim tinimsiz ko'tarishdan. Mana bir hadisni o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xaraja alayna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqol: "Ma li arakum rafi'i aydikum ka'annaha aznabu khaylin shumsin uskunu fi as-salah." Ravohu al-Imom Muslim. Ya'ni Imom Muslimdan rivoyat qilgan hadis bor. Buni Jabir ibn Samura roziyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldimizga bir kun chiqdilarda, nimaga sizlarni ikki qo'llaringizni qaysar otning dumiga o'xshab ko'tarayotganingizni ko'ryapman. Namozda sokin turinglar dedilar. Buni Imom Muslim rahmatullohi alayhi o'zlarining sahihlarida rivoyat qilganlar. Yana bir hadis sharifda an Alqamata qala Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ala usalli bikum salata Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam fa salla falam yarfa yadayhi illa awwala marratin. Rohul Imom Termiziy. Yurtdoshimiz, vatandoshimiz Imom Termiziy rahmatullohi alayh sunanlarda rivoyat qilinyaptilarki, Alqamadan, bu Alqama degan zot Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu shogirdlari, xos shogirdlardan hisoblanadi, mashhur va buyuk shogirdlar hisoblanadi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, sizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozlarini o'qib beraymi deb namoz o'qidilar. Ikki qo'llarini birinchi martada, ya'ni namoz kirishda ko'targandan boshqa joy o'rinda ko'tarmadilar. Shu o'rinda yana bir narsaki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambarimizni xos shogirdlaridan bo'lganlar. Rasulullohni uylariga kirish, chiqish, musvaklarni ko'tarib yurish shu kishiga topshirilgan. Ya'ni Rasululloh bilan juda ham bu kishi yaqin bo'lganlar. Shuning uchun ko'p holatda bizni mazhabimizning hukmlari mana shu kishidan tarqagan. Chunki yana bir buni sababi Abdulloh ibn Mas'ud payg'ambar vafotlaridan keyin Kufaga kelib shu joyda dars o'tganlar, shu joyda ilm tarqatganlar. Shuning uchun ko'proq shu kishidan rivoyat keladi va bu zot Payg'ambar alayhisalomga yaqin joyda namoz o'qiganlar. Payg'ambar alayhisalom boshqa bir rivoyatlarda keladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhojir va ansorlarni o'zlariga yaqin joyda turib namoz o'qishni yaxshi ko'radilar deganlar. Nimaga? Chunki keyingi avlodga ta'lim berish uchun. Bu zot ham o'sha safda joy olganlar va Rasulullohni demak xatti-harakatlarini ko'rganlar. Shuning uchun ham shogirdlariga dars o'tayotganda aytayaptilarki, sizlarga Rasulullohning namoz o'qishini ko'rsatib beraymi deb turib, nima qildilar? Namoz kirishda qo'llarini ko'tardilar-da, boshqa o'rinda ko'rsatmadilar. Demak, bu hadis amaliy jihatdan tatbiq etilyapti. Yuqoridagi aytgan hadisimiz esa Rasulullohning demak nimalari? O'zlari qaytaribdilar, bunaqa qilmanglar degan mazmunda, ya'ni qaysar dumiga o'xshab qo'llarni ha deb ko'taravermanglar, balki sokin turinglar namozda deb aytilyapti. Bizi ulamolarimiz bu va bundan boshqa ko'plab hadislarni umumlashtirgan holatda demak bizga nima qilib berganlar? Bayon qilib bergan namozni bunday boshlanadi, qo'llar bunday ko'tariladi, mana bu joyda ko'tarilmaydi
deb bayon qilib bizga sodda tilda xalqchil tarzda tushuntirib berganlar. Rahmat domla. Domla, ba'zi kishilar namozda deydi bosh barmoqni quloqni yumshog'iga tekkazish kerak emas deydi. Aslida bu amal qanday bajarilishi kerak? Xo'p. Namozga kirishda qo'llar quloqni yumshog'iga tekkiziladi deb bayon qilingan. Bu fiqhiy kitoblarimiz, ya'ni fiqhiy kitoblarimizda namoz bobida namozga kirishishdan boshlab salom berguncha bo'lgan amalni birma-bir tushuntirilgan. Shunda kirishda demak qo'llar ko'tarilganda bosh barmoq quloqni yumshog'iga tekkiziladi deb aytilgan. Ana endi bir odam masalan quloq barobar ko'tarib sunnatni ado etaman deyapti. Ya'ni sunnatda bor ekan. Demak namoz kirishda Allohu akbar deb qo'llar ko'tarar ekanman quloq barobarigacha. Lekin tekkizish yo'q-ku. Uni qayerdan oldilaymiz desa, ulamolar aytadilarki, hadislarda nima deyilgan? Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozga kirishda qo'llarni quloq barobarigacha ko'tardilar deyilgan. Endi inson quloq ana shu sunnatni ado qilish uchun qo'lni ko'tardi, quloqqa tekkizmadi. Shuni sunnatni, ya'ni o'sha ko'tarish sunnatini bajargan qayerdan biladi? Balki past ko'tarib qo'ygandir. Balki birini baland, birini past qilib qo'yish. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, quloq barobarigacha ko'tarilish ro'yobga chiqish uchun quloq yumshoqni ushlash kerak deydi. Ulamolar ham sunnat bu ushadimi edi, balki inson qanday qiladi? Masalan, qo'lni ko'tardi, sunnatni bajardim deb qanday o'zini ishonch hosil qila oladi? Kimgadir qarasa, u boshqa odam, boshqa namoz o'quvchi. O'zini aynan o'zinikini kimdir aytib beradi buni. Siz ko'tarmaysiz, ko'tarib oling demaydi-ku. Demak, ulamolar nima deydi shu joyda? Quloqni yumshog'ini ushasa, demak sunnatni bajargan bo'ladi. U ushash jihatdan emas, balki teng qilish jihatdan. Qo'llarni ko'tarib, quloq barobar ko'tarilganda, u ushash bilan keyin mukammal bo'ladi. Ya'ni ushlaganda ha mana teng bo'ldi deyiladi. Xo'p, ushamay o'qi desa, insonlar men ko'tardimmikin, tegdimi, tegmadimi yoki quloq barobardan o'tib ketdimi yo pastda qolib ketdimi degan gumonga borib qoladi. Natijada o'qigan namozdan shubhaga tushib qoladi. Uni orqasidan vasvasaga aylanadi. Shuning uchun ulamolar mana shu hammasini yopish, bartaraf etish uchun qo'lni quloqni yumshog'iga tekkizsin, bo'ldi, shu bilan haligi sunnat ado bo'ladi deb bayon qilganlar. Rahmat domla. Domla, jamoat namozida imom Fotihani o'qib bo'lgandan keyin ba'zi kishilar ominni jahriy aytadilar. Mana shu amal to'g'rimi? Xo'p, bu amal ham keyingi paytda avj olgan amal. Avvallar mesela bunaqa ixtiloflar chiqmagan. O'sha ota-bobolarimiz, undan oldingilar o'qigan davrda hamma bir xil o'qigan va ana shuning ichida omin ham maxfiy aytilgan. Keyinchalik yo jahriy aytilar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida jahriy aytilgan ekan. U zot o'zlari ham jahriy aytgan ekanlar degan. Demak, masalalar ko'tarilib qoldi va odamlar tabiiyki bunda tashvishga tushdi. Biz maxfiy aytardik, nima bo'ladi endi bu yog'i? Bu kamiga hadis ham aytayapti bular. Lekin biz kitoblarimizda ko'rganimizda maxfiy degancha maxfiy aytar ekanmiz. O'shuncha o'qigan namozimiz nima bo'ldi degan tashvishga tushyapti. Bu narsa demak ixtilofga sabab bo'lib turib, buni orqasidan xavotirlarga olib kelib, jamiyatda ayniqsa o'sha namoz o'quvchilar o'rtasida bir-biriga nisbatan ishonchsizlik, bir-birini hatto kerak bo'lsa haqoratlash, san namozing xato, meniki to'g'ri degan bahs munozaralar bo'lib ketyapti. Ya'ni sunnat amalni ado qilaman deb tortishuv, ya'ni harom bo'lgan munozaraga o'tib ketib qo'yadi, bir-birini haqoratlash, namozini, uni namozi haqida hukm chiqarish bo'lib ketadi. Aslida bu borada qanday ko'rsatmalar kelgan deyilsa, ularni, ya'ni omin jahriy aytish kerak deydigan tarafni ular tabiiy hadis bilan aytadi bu gaplarni. Bu hadis shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom valaddolin desa omin denglar deganlarda, ya'ni hadisning mazmuni shu hadisni. Shuni dalil qiladilar. Lekin biz ulamolar aytadilarki, yo'q, bu jahriy aytishga dalil bo'la olmaydi. Ayni paytda biz uchun ham dalil. Ya'ni valaddolin deganda omin denglar degani bu jahriy aytinglar degani emas-ku. Demak, bu jahriy aytishga dalil bo'la olmaydi dedilar.
yana boshqa bir hadis sharifda shunday keladiki, buni imomi Ahmad, imom Nasoiy, imom Dorimiy, 3 muhaddis, buyuk muhaddislar rivoyat qilgan hadis. Bular Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, ya'ni eng ko'p hadis rivoyat qilgan zotdan rivoyat qilishadilarki, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Idza qala al-imam wa lad-dallin faqulu amin, fa innal imama yaquluha." Rawahu Ahmad va Nasoiy va Dorimiy va isnaduhu sahih. Demak, buyuk 3 muhaddis rivoyat qilgan hadisda Hazrat Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, imom valaddolin desa, omin denglar, chunki imom ham uni aytadi dedilar payg'ambarimiz alayhi vasallam. Shuni men chuqur bir mag'zini chaqib ko'ramiz. Isnodi sahih, ya'ni sahih hadis deb aytilgan. Hadis sharif shunaqa mo'jizakorki, bu Qur'onning ma'nosi bo'lgani uchun, sharhi va bayoni bo'lgani uchun payg'ambarimiz alayhisalom og'zlaridan ortiqcha gap chiqmagan. Shuning uchun Alloh taolo Najm surasida payg'ambarimiz alayhisalomni bayon qilayotganda, payg'ambar shu zot, shunaqa zotki, bu vahiydan o'zgani gapirmaydi deb Alloh taolo payg'ambar sifatlaganlar. Bo'ldi. Demak, u zotga Alloh taolo baho berib bo'ldi. U zot vahiyni gapiradi. Vahiy qanaqa bo'ladi? Vahiyda ortiqcha ham bo'lmaydi, ziyodalik ham bo'lmaydi, nuqson ham bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom nima deyaptilar? Imom valaddolinsa omin denglar deb turib orqasida nima deyaptilar? Chunki imom ham buni aytadi, ominni deyaptilar. Agar omin imom jahriy aytganda sahobalar bilib turibdi-ku, anu gap ortiqcha bo'lib qolardi. Imom ham buni aytayapti degan gap. Ya'ni imomni maxfiy aytayotganligi uchun payg'ambar alayhisalom imom ham aytadi deyaptilar-da. Agar imom jahriy aytganda sahobalar bilib turibdi-ku, unda bu gap so'z nima bo'lib qoladi? Oxiridagi qo'shimcha ibora ortiqcha bo'lib qoladi. Lekin oyatda, hadisda ortiqcha so'z bo'lmaydi yoki zaruratsiz so'z qo'shilmaydi, bekorchi so'z. Demak, bu haligi nimadan ma'no beradi hadis mazmuni? Demak, imom ham aytadi buni deganlardan, imom maxfiy aytgani uchun orqadagilar nima? Imomni aytayotgan, aytmayotgan bilmaydi. Demak, sizlar nima qilishlaring kerak ekan? Ominni aytinglar, chunki imom ham aytadi degani. Bu ham ominni imom ham, muqtadiy ham, orqadagi ham maxfiy aytishga dalolat qiladi. Yana bitta narsa, yuqorida aytdik, Hazrat Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ulamolardan, ya'ni keyingi avloddan shunaqa rivoyat borki, Hazrat Ali va Ibn Mas'ud roziyallohu anhular avzuni, bismillohni, ominni maxfiy aytadilar degan rivoyat kelgan. Buni Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar. Xo'p, bular demak o'zlaricha maxfiy aytyaptilarmi? Yo Rasululloh ko'rganmi? Tabiiyki sahobiy zarracha Rasulullohga xilof qilmaydi ular. Chunki u payg'ambar, u payg'ambar bo'lgani uchun ular har bitta Rasululloh so'zi uchun jonlarini fido qiladi, u xilof qilish tugul. Demak, bular maxfiy o'qigan o'zlarini o'zlari qilmagan, balki payg'ambarimiz alayhisalomdan o'rganganlar. Xo'p, borku boshqa omin jahriy aytdi degan deyilsa, payg'ambar alayhisalom ba'zi ishlarni ummatga orqali bildirish uchun jahriy aytganlar, lekin bu degani doimiy ravishda emas. Endi bizning ulamolarimiz hadis bilan javob berishdan tashqari aqliy dalilga ham o'tganlar. O'zi omin nima degan ma'nosida? Istajib, ya'ni duoyimni ijobat qil degani. Nimaga? Chunki Fotiha surasida duo qilib keldi. Orqasidan Robbim shu duoyimni ijobat qilgin deydi. Ya'ni omin degani Robbim shu duoni ijobat qilgin. Duo nima? Duo maxfiy qilinadi odatda, baland ovozda qilinmaydi. Alloh taolo oyat karimada A'udhu billahi minash shaytonir rojim Ud'u robbakum tadarruan va xufya degan, ya'ni duoni tazarru, yolborib va xufya, maxfiy qilinglar deb marhamat qilgan. Demak, duoning asosiy nimasi, kayfiyat qanaqa ekan? Maxfiy qilish kerak ekan. Demak, yuqoridagi hadis va mazkur oyatdan olingan ma'nolar ominni nima qilar ekan? Maxfiy aytishga targ'ib qilar ekan. Demak, ominni maxfiy aytish sunnat hisoblanar ekan. Rahmat domla, shu o'rinda ba'zi masalani izohlab ketsangiz, masalan, ayni paytda Saudiya Arabistoni ikki muqaddas maskan Madina va Makka shaharlaridagi Masjidul Haromlarda o'sha Fotihadan keyingi ominni imom ham, unga iqtido qiluvchilar ham jahriy aytadi. Ba'zi kishilar mana shunga asoslar, mana ikki muqaddas haram sharifda ominni jahriy aytib tursa, biz jahriy aytmaymizmi
ular-ku asosiy dinni bizga yetkazgan degan fikrlarni beradi. Buni qanaqa qilib tushuntirish, izohlash mumkin? Ahli sunna val jamoat mazhabida, ya'ni e'tiqodiy mazhabda 4 ta e'tirof etilgan mazhab bor. Ya'ni ahli sunna val jamoat e'tiqodiy mazhab bo'lsa, amaliy jihatdan 4 ta mo'tabar mazhab bor. Mana shu 4 ta mo'tabar mazhab ayrim juz'iy jihatlarda bir-biridan farq qiladi. Aynan hozirgi aytilgan davlatlar, diyorlar Hanbali mazhabida bo'lgani uchun bularda demak jahriy aytiladi. Chunki ularning ham o'zlariga yarasha dalillari bor. Xo'p, bizning mazhab, bizning diyorlarda esa avvaldan demak Hanafiy mazhabiga e'tiqod qilib kelingan va shu bo'yicha amal qilinadi. Xo'p, ularniki nohaqmi desa, yo'q, mazhablar hammasi haq hisoblanadi. Hammasi haq hisoblanadi. Faqat ular mazhab boshchisi, ya'ni mushtahidlari o'ziga yetib kelgan dalil asosida demak keyingi shogirdlariga, keyingi ummatga bayon qilib bergan va ummat ana shundan kelib chiqib amal qilib ketgan. Ular aynan Hanbali mazhabiga masalan e'tiqod qilgan, shu mazhabda amal qilgani uchun demak ular mana shu omilni jahriy aytadi. Biz shuni qilib aytsak bo'lmaydimi desa, ulamolar mazhabdan mazhabga ko'chib o'tish mumkin emas deydilar. Va yana bitta ulamolarning tavsiyasi, har bir inson o'zini diyoriy mazhabga amal qilsin deydi. Nima uchun? Chunki ixtilof chiqadi. Masalan, 4 ta odam namoz o'qiyapti yoki 10 ta odam namoz o'qiyapti. Biri omin jahriy aytdi, biri maxfiy aytdi. Biri har harakatda qo'lni ko'tardi, biri ko'tarmadi. Biri masalan yana boshqacha amallar qildi. Tabiiyki ixtilof chiqadi o'rtada. Insonda darrov shubha paydo bo'ladi. Meniki to'g'rimi, buniki to'g'rimi? Va tabiiyki uning orqasidan o'zinikini to'g'rilash uchun unikini nohaq deyishni boshlaydi. Natijada nima bo'ladi? Tanazzul, ixtilof yuzaga keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Saflaringni to'g'rilanglar, ya'ni safda ixtilof qilmanglarki, qalblaring ixtilofli bo'lib qoladi, bir-biriga moyil bo'lmay qoladi, bir-biriga teskari bo'lib qoladi. Ya'ni bu aynan namozga oid hadisda keldi. Demak, namozda inson hatto safni o'zi notekis turishi qalbni bir-biriga nisbatan nomuvofiqlikka olib kelib qolyapti. Hatto shuni o'zi. Shundan ham bilsak bo'ladiki, shu joyda, shu yurtda eskidan ota-bobolar mana shu mazhabni ko'rsatmasi bo'yicha qilyaptimi? Ya'ni qo'lni quloqqacha ko'taradi, rukuga borish kelsa qo'l ko'tarmaydi, omini maxfiy aytadimi? Demak, boshqa ham shunga amal qilish kerak. Va bu ham o'z-o'zidan emas. Men sunnat tark qilyapman emas. Chunki yuqorida aytdik, sunnatdan yetarlicha dalillar bor. Shuning uchun har kim o'z turgan, yashagan diyorida joriy bo'lgan mazhabga, amaliyotga amal qiladigan bo'lsa, ixtilof chiqmaydi, janjal chiqmaydi, urush janjal bo'lmaydi. Rahmat domla. Domla, endi aytingchi, namozda oyoqlarni kerib turish masalasi haqida bir dalillar bormi? Shu haqida to'xtalsak. Xo'p, o'zi namozni saflarni jips qilishga buyurilganmiz. Namozda turganda jamoat saflarni jips qilishga buyurilgan. Bir qancha hadislar bor. Saflarni to'g'rilanglar. Masalan, men sizlar orqadan ham ko'rib turaman degan mazmun hadislar borda. Lekin buni noto'g'ri tushunish oqibatida keyingi paytlarda shunaqa holat yuzaga keldiki, oyoqlarni keng qilib bir-biriga yopishtirish ayrim odamlarda shunaqa paydo bo'ldi. Bu sunnati nabaviyga zid amal hisoblanadi. Asli safni tekislashdan va jips turishdan murod butun tana tekis turishi nazarda tutilgan. Ya'ni yelkalar tekis turadi, oyoqlar tekis turadi, barobar turadi. Demak, mana shu asli tatbiq qilingan, ya'ni asli sunnati nabaviyani ko'rsatmasi mag'zi mana shu. Ya'ni jips turishdan maqsad shu. Keng turib oyog'ini bir-biriga tekkizish emas bu narsa. Keyin ba'zi ulamolar, hatto boshqa mazhab ulamolari bu kibrning alomati deydi, keng qilib olib turish. Balki qanday turish borasida mazhablar o'rtasida juz'iy oddiy ixtiloflar bor. Ya'ni qanchalik turasa, masalan bizning mazhabda 4.50, ya'ni bir panja sig'adigan bo'lsa, boshqa mazhabda undan sal kengroq xolos. Lekin hozirgi kunda tarqalgan keng ochish hech qaysi mazhabda yo'q degani, umuman islom ulamolarining o'rtasida yo'q degani bu. Degani juda ham katta
va ko'pchilikka qarshi chiqish bo'ladi bu. Sababi mo'tabar mazhablarda bu narsa oyoqni keyin kerib turish aytilmagan. Bu narsa yuqorida aytgandek tavozuga zid hisoblanadi. Inson Allohga qullik, bandalik bajarayotganda oddiy holatda turib bajaradi. Uni keyin qilib olmaydi. Buni ba'zi ulamolar yuqorida aytilgandek takabburning belgisi, bu yaxshi narsa emas deganlar. Endi to'g'ri, kimdir jussasi kattaroq bo'lsa, u oyoqni yaqinlashtirish noqulay bo'lsa, marhamat, u o'zi jussasiga holatda keyin qilishi mumkin. Lekin doimiy ravishda mana shu sunnat deb qilish bu insonni xatolikka yetaklaydi. Rahmat domla. Domla yana bir jamiyatdagi bir ba'zi kichik holatlar haqida so'ramoqchiman. Ba'zilar aytadiki, Alloh taolo faqat farzni buyurgan, sunnatni emas deyishadi. Sunnatni tark qilib faqat farzni o'zi bilan kifoyalanish to'g'rimi? Xo'p, sunnat haqida yuqorida gapirdik, ya'ni Qur'onning bayoni. Sunnat amal haqida ham gapirib o'tdik. Farzlarni nimasi mukammilot, ya'ni to'ldiruvchisi hisoblanadi va unga hadis ham aytdik, ya'ni qiyomatda o'sha bandani farz amali nuqsonga uchraganda, yetmay qolganda nafllari bormidi? Alloh taolo so'raydi, nafllik bormi qaringlar degan. Demak, bu haqida yuqorida qisman gaplashdik. Shu gapimizning davomi o'laroq sunnat haqiqatda farzlarni to'ldiruvchi hisoblanadi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni amallari hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalgi keyingi gunohlar kechirilgan bo'lib turib o'zlari o'qiganlar va marhamat qilib tavsiya ham qilganlar. Kim bir kecha kunduzda 12 rakat namoz o'qisa, unga jannatda uy bino qilinadi, marhamat qilganlar. Demak, bu oddiy masala. Kimga o'sha jannatdan uy kerak bo'lsa, marhamat o'qisin. Yo menga behojatman desa, o'zi biladi. Va qolaversa, inson men farzni mukammal darajada o'qidim, o'sha sahobalar o'qigandaqa, Rasululloh o'qigandaqa o'qidim deya olmaydi. Baribir shuning uchun ham orqasidan duo qiladi, Robbim xato kamchilik kechirgin degan. Ana shu ayrim nuqson kamchiliklarga demak o'qigan sunnat namozlari to'ldirib beradi, yopib beradi. Xo'p, shundan kelib chiqib aytiladigan bo'lsa, masalan, inson namoz o'qiyotganda xayol boshqa ketib qoladi yoki masalan rukuni joyida qila olmasligi mumkin. Ya'ni buyurilgan darajada, talab darajada qila olmaslik. Mana shu paytda sunnat o'qilgan sunnat namozlari yordamga kelib to'ldirib beradi. Qolaversa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'limotlariga zid bu gap. Faqat farzni o'zi yetadi, Alloh buyurgan. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom mana shu dinni olib kelgan va tatbiq qilgan birinchi zot bo'ladilar. U zot gunohdan xoli bo'la turib o'qiganlar va tinimsiz o'qiganlar. Hatto joylat qurratu ayni fi solat degan, ya'ni meni ko'z quvonchim namozga qilindi. Ya'ni men namoz o'qisam bahra olaman, maza qilaman. Kimdir nimadandir quvonch olsa, maza qilsa, meni maza qiladigani namoz deganlar. Har holatda sahobalar rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhisalom boshlariga bir ish bo'lsa, darrov namoz boshlardilar. Mana namoz hamma yo'qni mushkulotlarni kaliti yechib tashlaydi. Shunda demak, Payg'ambar alayhisalom sahobalar tinimsiz namozda bo'lganlaridan keyin biz u gapni aytish ularga nisbatan katta jur'at hisoblanadi. Hazrat Alidan yo Hasan Basriydan bir rivoyat bor. Adashmasa Hasan Basriy aytganlar bu gapni. Sizlar sahobalar ko'rganlaringda bular sog' emas, bular majnun bo'lsa kerak dedilar degan ekanlar. Chunki bu yana bir Hazrat Alidan rivoyat bor. Rasululloh sahobalari shamolda qimirlayotgan ekinga o'xshaydi. Ya'ni shamolda ekin qanday egiladi? Namozga o'xshab egiladi-ku masalan. Sahobalar shu darajada bo'lganlarga namozga. Yo'lda ketayotgan ko'rganlar, oddiy holatda uyga kirganda ham masalan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini o'rgansak, safarga chiqishdan oldin namoz bor, kelishdan oldin namoz bor. Masalanda oddiy bu nafl namozlar hali. Lekin farzdan oldin va keyin qancha sunnat namozlari bor. Demak, biz sunnat namozni farzdan tashqari namozni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, biri sunnat muakkada bo'lgan namozlar. Bular farz namozni oldin yoki keyin o'qiladigan namozlar sunnat muakkada namozlar hisoblanadi. Undan boshqa masalan safar namozi, zuho namozi, ishroq bunlar nafl namoz. Bular to'g'ri ixtiyorli. Marhamat, xohlasangiz o'qing, xohlamasangiz o'qimang. Lekin narigi sunnat muakkada bo'lgan namozlarda u gapni aytish xato. Ya'ni faqat farz bilan kifoyalansa.
Hop, yana bir shu joyda xatarli joyi bor. Imom Ibn Moza rahimahulloh degan zot o'tganlar. Muhit Burhon degan kitob yozgan. Bizning mazhabimizda juda ham mo'tabar kitob bu. Shu kishi aytadilarki, agar bir inson sunnat namozni, umuman sunnat amalni, xususan sunnat muakkadani haq deb bilib turib, yo to'g'ri bu sunnat deb turib qilmasa gunohkor bo'ladi. Ya'ni uzrsiz tark qilsa. Masalan, tiqilinish payti kelib qoldi, tark qilib qoldi, uzr bilan shoshib turadi. Tark qilsa u uzr u uchun. Lekin haq deb bildi, uzrsiz tark qilyapti, o'qimayapti. Bu gunohkor bo'ladi deganlar. Va Alloh taolo qiyomatda buni so'raydi deganlar. Alloh taolo qiyomat so'raydi degani bu oddiy amal emasda. Masalan, birov zuho namoz o'qisa, inshaalloh qiyomat so'ramaydi Alloh. Chunki erkinlik berilganda nafl amallarda. Lekin bu so'raladi degani, demak, bu haligi aytganda vojibga yaqin amal. Gunoh bo'ladi deganda o'zi bir gap bor. Chunki nafl ibodatlar qilsa savob, qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Xo'p, u kishi yana gapini davomida aytadilar, so'zini davom ettirib, agar haq deb bilmasa, ya'ni namozdan masalan oldin, peshindan oldin 4 rakat borsa, yo'q, unaqa rakat namoz yo'q. Yo'q, unaqa amal deb inkor qilsa, hatto kofir bo'ladi, ya'ni dindan chiqarib qo'yadi deganlar. Nimaga? Chunki bu payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari ham aytganlar. Oysha onamizda rivoyat bor, ham ko'rsatganlar ham, o'qib ko'rsatganlar ham. Shuning uchun bu narsada juda ham xatarli gap bu gap. Ya'ni e'tiqodga bog'liq bo'lsa, din iymonga ta'sir qiladi. Amaliga bog'liq bo'lsa, ya'ni bila turib tark qilsa, uzrli yoki uzrsizga qarab turib bo'linadi. Uzrli bo'lsa, yuqorida aytgandek, gunohkor bo'lmaydi, chunki uzrli endi unga shunaqa holat bo'lib qoldi. Masalan, namoz oxirgi vaqtga kelib qoldi-da, farzni tezda o'qimasa, chiqib ketib qoladi. Lekin uzrsiz tark qilsa, yuqorida aytgandek, gunohkor bo'ladi, qiyomatda Alloh taolo bu haqda so'raydi. Demak, ta'kidlangan bu sunnat-u muakkadalarni qat'iy tark etish yoki qasddan tark etish bu insonni qaysidir ma'noda bandalik amallariga ham karohat yetishi, g'uluvga ketishi, to'g'ri yo'ldan adashishiga ham olib kelishi mumkin ekan. Rahmat domla. Yana bir holat bor jamiyatda. Ba'zi musofir kishilar o'sha musofir yurtda agar namozlarni, ayniqsa farz namozlarni to'liq o'qishga imkon bo'lsa deydi, to'liq o'qish kerak, uni qasr qilish kerak emas deb qat'iy turib oladi. Aslida dinimizni ta'limotida musofir farz namozlarni qanaqa o'qiydi? Sunnat namozlarga qanaqa e'tibor qaratish kerak? Xo'p, musofir deyilganda shuni o'ziga ham bir izoh berib ketamiz qisqacha. Musofir kim o'zi? Bizni xalqimiz orasida tarqab qolgan musofir bilan shar'iy musofir farqi bor. Masalan, bir inson, bir erkak chet elga tirikchilik maqsadida ketdi yoki umra hajga ketdi. Buni musofir deyiladi. U necha kun, necha yil uchun qat'iy xalqimizda shunaqa gap bor. Musofir, o'zga yurtda musofir deydi masalan. Asosan ko'proq tirikchilik yuzasidan ketganlarga aytiladi. Musofir deydi. Lekin shar'iy musofir esa o'sha 3 kechalik, 3 kecha kunduzlik masofa, 90 kilometr deyilyapti. Shundan uzoq joyga 15 kundan kam muddatga borsa, bu shar'iy musofir bo'ladi. Shundan kelib chiqadiki, undan ko'p muddatga borgan, masalan, chet elga 1 oy yoki 1 yil ishlagan ketdi. U borib o'rnashgandan keyin yo'lda musofir bo'lib turadi. Borib o'rnashgandan keyin demak, shar'iy musofirlikdan chiqib muqimlikka aylanadi. Namoz to'liq o'qiydi. Demak, masalan, ro'za tutadi, jumaga boradi, chunki muqimga nima buyurilsa shu amal bajaradi. Demak, endi masalan narigi tomoni, ya'ni savolda aytilgan tomoniga o'tadigan bo'lsak, bu erkinlik ustiga qurilmagan, ya'ni bemalolchilikka qarab bo'lmaydi bu qasr masalasi. Bu qasr masalasi yuqorida aytgandek 15 kundan kamga bordingizmi, ko'pga bordingizmi? Xo'p, masalan, umra uchun bordim Makka Mukarramaga. Farazan 10 kunlik ekan, 3 kun Madinada, 7 kun Makkada turaman deyapti. Tabiiyki, ikkalasi ham 15 kunga yetib bormaydi. Masalan, 13 kun ham oz, 7 kun ham oz. Xo'p, shunda bu odamlar u tomonda ham, Madinada ham, Makkada ham demak shar'iy musofir hisoblanadi. Bular o'zlari mustaqil o'qiganda namozini qasr o'qiydi. Imomga xiddo qilganda, muqim imomga, masalan, masjidga kirib o'qiganda to'liq o'qiradi, to'g'ri. Lekin siz aytgandaqa sharoit bemalol-ku. Nimaga biz qasr o'qishni to'liq o'qiramizsa, yo'q, bu unaqa emas.
Hazrat Umar roziyallohu anhu bir rivoyat bor. Bu Allohning tuhfasi, tuhfani qabul qilinglar degan. Yo'q, men qasr emas, to'liq o'qiyman deyish o'sha tuhfaga nisbatan, hadyaga nisbatan beparvo, bepisandlik bo'lib qoladi. Keyin yana bir shu joyda narsa borki, bu bizni mazhabda azimat hisoblanadi. Ya'ni ruxsat bor, azimat borda. Ruxsat qilsangiz ruxsat. Masalan, mahs tortish mahsiga yechib yuvaman desangiz hech kim sizni ma'lumot qilmaydi. Chunki ruxsat u. Kiyib mahs tortaman desangiz unga ham ruxsat. Azimat ruxsatdan baland turgan, azimat bajariladigan amal hisoblanadi. Bizda safarda qasr o'qish masalasi shunga tushadi. Ya'ni bunga bir qancha oyat, hadislardan dalil qilinadi albatta. Demak, bunga nima qilish kerak ekan? Amal qilish kerak bo'ladi. Alloh taolo qayerda nima amal qil desa, Alloh taolo shuni talab qiladi. Inson o'zicha qo'shimcha qilish, o'zicha kamchilik qila olmaydi. Masalan, bir odam quvvatim yetmayapti, peshin 4 rakat farz 2 rakat o'qib qo'yay desa, uyda qabul bo'lmaydi bu. Chunki talab Alloh taolo qayerda nimani talab qilsa, shu bajariladi. Masalan, hozir kunda shu ham ba'zi odamlar tomonidan talqin qilinib, albatta noto'g'ri talqin qilinmoqdaki, namoz jamlab borish. Peshinni, masalan, asrni peshinga, shomni nimaga, xuftonga masalan yoki boshqa. Bunda namozni vaqtini tizgini yo'qolib ketadi. Bu istagan namoz istagan qo'shib yuborsa. Lekin Alloh taolo bizdan shariatda nimani talab qilgan? Faqat bu Arafat kunida, Arafa kunida, Arafatda, demak, Alloh taolo o'sha paytda asr vaqtida emas, peshin vaqtida o'qi degan. Shomni xufton vaqtida o'qi degan, xuftoniga qo'shib. Demak, Alloh taolo qayerda bizdan nimani talab qilsa, biz labbay robbin deyishimiz kerak edi. O'sha joyda o'shani bajaramiz kerak. O'zimizcha noqis aqlimiz bilan qo'shishimiz kerak emas. Agar insonning aqli hamma yoqqa yetganda Alloh taolo shariat tushirmasdi. Shariat tushirsa payg'ambar tushirmasdi. O'zlari shuni o'rganib olurlardi. Degan payg'ambarimiz alayhisolom qayerda nimani bajargan bo'lsalar, biz ham shuni bajarishimiz kerak. Demak, o'zimizcha ichimizdan kelib turib qilmasligimiz kerak. Vaqt bemalolki yoki men shu uchun kelganman-ku deb to'ldirib olish, qo'shib olish, o'qisa namoz bo'ladi. Faqat ikkinchilik o'tirgan bo'lsa, lekin makruhlik bilan, karohiyat bilan, ya'ni savobi 2 rakatdan kam bo'ladi. Kam bo'lib qoladi va tabiiyki, ba'zi o'ylash mumkin. Yarimta savobi yo'q. Alloh taolo qasrni buyurgan bo'lsa, o'sha 4 rakat savobini beradi. Hech qachon yarimta bo'lib qolmaydi. Hazrat Oysha onamizdan bir rivoyat bor o'zi. O'zi namozlar deganlar 2 rakatdan farz bo'lgan. Safar namoz joyida qoldirildi. Hazar, ya'ni uyda o'qilgan, muqimda o'qilgan namozga qo'shildi deganlar-da. Demak, u 4 rakat o'qimasdan 2 rakat o'qisam, vaqtim bemalol bo'lib turib, savob kam bo'lib qolmadi degan xayolga bormaslik kerak. Alloh taolo inson ixlosiga yarasha qolaversa, o'zi buyurgan uchun namozga to'liq savob beraveradi. Shuning uchun bu narsada aqliy bir kitob ko'rmasdan yoki ulamolar eshitmasdan turib, o'zi aqlidan kelib chiqib turib aytib yuborish insonni xatarga yetaklaydi va xatoga boshlaydi. Rahmat domla. Shu joyda o'sha musofirning sunnat namozlariga bo'ladigan e'tibor haqida ham aytib o'tsangiz. Yaxshi. Xo'p, ulamolar sunnat namozni safarda o'qish masalasida aytadilarki, haligini yuqorida aytgandek shar'iy musofirlar uchun bu gap. Yo'lda ketayotgan paytda o'zi umuman shar'iy musofir uchun sunnat namozlar deydi ulamolar nafl darajasiga tushadi. O'qisa fazilat, savobi buyuk. O'qmasa gunohkor bo'lib qolmaydi. Faqat bu qayerda? Safarda ketayotgan jarayonda, shoshilayotgan manziliga tezroq borib olishga. Shu paytda farzni o'zini o'qib turib ketishi mumkin. Lekin yetib borgandan keyin yoki yo'lda joylashgandan keyin bir joyda, masalan bir mehmonga to'xtadi, xotirjam bo'lganda albatta o'qiydi ularni. Xususan haj umraga borganda bu narsani albatta o'qiydi, chunki shu uchun ketyapti. Ibodat qilib olay deb ketyapti. Ko'proq namoz o'qib qo'ying muqaddas joylarda. Bu har rakatiga falon daqiqa 1000 rakat, 100 ming rakat savob berilar ekan. Shuni olay deb ketyapti, borib olib faqat farzni o'qib mehmonda yotish bu shariatimizni ko'rsatmasiga zid hisoblanadi. Umuman uni olmaganingizda ham boshqa joyga safar qilganda ham, masalan chetga tirikchilik maqsadida ham yetib borib o'rnashgandan keyin yuklarni qo'ygandan keyin masalan joylashdimi, bu to'liq o'qishga, demak, to'liq va o'qishga o'tadi bu odam. Sababi qasr masalasida u Allohning buyrug'i. Ya'ni farzdagi yengillik bor, sunnat yengillik bo'lmaydimi? Shuning uchun sunnat o'qilmaydi. Farzda o'zi yengil bo'lib turibdi. Yo'q, u Alloh taoloning buyrug'i bilan yengil bo'lgan va Alloh taolo buyurgan qisqa o'qiladi, lekin sunnat yo'q-ku. Masalan, Rasululloh safarga chiqqandan keyin to'xtatil sunnat demagan, balki Baro ibn Ozib
degan sahobaga roziyallohu anhu, shu kishi Rasulullohni 18 marta safar qildim, hammasi sunnat o'qidi deganlar. O'qidi deganlar. Demak, bu holatda nima bo'lar ekan? O'qish kerak ekan. Rasululloh o'qiganlar. Juda ko'p rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safarda shu yo'lda ketayotganlarda ulovlarda nafl o'qidi deganlar. Rasululloh nafaqat sunnat, balki nafl ham o'qiganlar hatto qo'shimchasiga. Chunki u boshida aytdiki, mani ko'z quvonchim namozda qiling deganlarda, Rasululloh namoz o'qiganlar va siz bilan biz ummatga targ'ib qilganlar buni. Demak, unga qiyoslab olmaslik kerak. Namozki yengil bo'lyapti, 2 rakat bo'lyapti, 4 rakatli. Endi sunnatda aniq yengillik bo'ladi deb inson aqli bilan hisob-kitob qilmaslik kerak. Qasr bo'lsa bu Allohning buyrug'i, lekin namozni tark qil demagan-ku. Demak, tark qil demagandan keyin yoki uni ham kamaytir demagandan keyin sunnat farz namozlar demak qasr holatda, o'sha shar'iy musofir bo'lib turgan paytda, sunnatlar esa to'liq holatda o'qiladi. U o'qilmaydi yoki o'qimay qo'yaversin degani, bu qaysi holatda bo'ladi? O'sha yo'lda shoshib turgan paytda o'qilmaydi va u nafl darajasiga tushgani uchun u odam gunohkor bo'lmaydi. Domla, hammamizga ma'lumki, juma namozini farz deb bilamiz va uni ado etamiz. Ba'zida shunaqa narsaga guvoh bo'lamizki, ba'zi kishilar o'sha juma namozini farzidan oldingi sunnati va keyingi sunnatlarni tark etganini, faqat farzni o'zini o'qish bilan kifoyalanganini ko'ramiz. Dinimizda farzdan oldingi, ya'ni juma namozini farzdan oldingi va keyingi sunnatlar haqida qanaqa ko'rsatmalar kelgan? Endi aynan juma namozida haqiqatda ko'zga tashlanib qoladi. Ba'zi odamlar keladi, farzni o'qib ketadi. Bu ehtimol uyga borib o'qir, lekin ba'zilarga bu sharoit bo'lmay tark qilishi, ochiq tark qiladiganlar ham bo'ladi haqiqatda, lekin bu yuqorida aytganimizdek shariatimiz ta'limotiga zid amal. Chunki hadis sharhlarda yuqorida aytdik bu hadisni. Kim bir kecha kunduzda 12 rakat namoz o'qisa, unga jannatda bino barpo qilinadi. Uy bino qilinadi degan hadis kelindi. Demak, juma kunda 12 rakat topish uchun o'sha amalni bajarish kerak. Jumada oldingi 4 rakat va keyin 4 rakat o'qish kerak. Ya'ni bu hadisda ochiq hadislar kelgan, hadislarda sodda lafzlar kelgan va ochiq ravshan kelgan. Bu haligi yashirin yoki tag ma'nosida emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jumadan oldin va jumadan keyin 4 rakat namoz o'qidilar degan hadislar bor. Demak, bu tark qilish mana bu aytilgan hadisga va Rasululloh amaliga zid hisoblanadi. Endi shunga majbur bo'lib qolsaki, masalan, ulgib kelmadi yoki ayrim joyda masalan to'g'ridan to'g'ri xutba boshlanib ketib qolibdi. Bunaqa odamlar uzrli bo'ladi. Shuni jumadan keyin qo'shib o'qib olaveradi. Lekin ochiqdan ochiq tark qilish, buni o'qimayman deyish, bu sunnatga Rasululloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlariga zid ehtiyot bo'lish kerak. Rahmat domla. Mana shu joyda yana bir masalani izohlab ketsangiz, bizni hamyurtlarimiz umra safariga borganda, haj ibodatiga borganda Haram sharifdagi o'sha juma kunida o'qiladigan namozlarning tartibi, masalan, mana jumaning 2 rakat farzidan oldin demak 4 rakat sunnatni o'qishimiz, undan keyingi 4 rakat sunnatni o'qishimiz bu ta'kidlangan sunnatlar qatorida. Endi ikki Haram sharifga borganimizda tabiiyki juma namoziga 2 marta azon aytiladi. Birinchi azon tabiiyki hali juma namozi vaqti kirmasdan turib chorlov. Ikkinchisi o'sha namozning vaqti kirgan. Tabiiyki juma namozini vaqti kirgandan keyin biz yurtlardan borgan Imom Azam Abu Hanifaga ergashadigan, Hanafiy mazhabiga ergashadigan musulmonlar 4 rakat sunnatni o'qib olish kerak. U paytda xutba boshlanib qoladi. Bu joyda biz yurtlardan boradigan mo'min musulmonlar qanday yo'l tutish kerak? Sunnatni darrov o'qib olish kerakmi yoki xutbaga e'tibor qilib, balki farz namozdan keyin ketma-ketlikda o'qib oladimi? Buning tartibi qanaqa bo'ladi? Yaxshi. Bu ham o'rinli savol, juda ko'pchilik qiynaydigan masala bu. Haqiqatda birinchi azon hali peshin yoki o'sha juma vaqti, ya'ni quyosh qiyomda og'rimagandan oldin aytiladi. Ba'zilar tushunmay turadi, 4 rakat sunnatni o'qib oladi. Yo'q, bu 4 rakat sunnat emas, balki nafl o'qiydigan vaqt, nafl o'qisa mayli. Va ikkinchi azondan keyinoq imom xutbani boshlagani uchun bu paytda ham nafl o'qib bo'lmaydi. Chunki bilib turibdi, u masalan
quloq qoqib olib yoki davom ettirib ketaverib imom chiqquncha deyish bu xato. Chunki biladiki imom xutbani boshlaydi. Biz fiqhiy kitoblarimizda imom minbarga chiqqandan keyin ba'zi rivoyatlarda xonasidan chiqqandan keyin nafl o'qish, gapirish mumkin emas deyiladi. Ba'zi kitoblarda harom ham deyilgan. Demak, o'qimaydi tabiiyki bizdan borganlar. Xutbaga quloq solib o'tiradi va imom bilan birga farzni o'qigandan keyin ortidan 4 rakat sunnat o'qiydi. Yana yuqorida o'qilmagan 4 rakat sunnatini keyin o'qib qo'yaveradi. Mana shu eng to'g'ri tartib. Mana shu. Rahmat domla. Domla, yana bir savolga oydinlik kiritsak, tahorat vaqtida paypoq ustiga qo'l bilan mahs tortish masalasi. Bu ko'p tushunmovchiliklarga olib keladi ba'zi kishilar o'rtasida. Mana shu amal, ya'ni paypoqqa mahs tortish joizmi o'zi? Xo'p, paypoqqa mahs tortish masalasi, ya'ni oddiy o'zimiz kiyib yurgan naylon paypoq, ya'ni latadan tikilgan oddiy yupqa paypoqlar. Hop, qishki bo'lsin mayli. Bu nimaga bu urchib qoldi keyingi davrda? Bu ulamolarni fiqhini, ijtihodini noto'g'ri tushunishdan. Umuman olganda, xo'p, buni aytmaganimizda ham hadisni o'zini noto'g'ri tushunishdan kelib chiqadi. U nimadan kelib chiqqan? Javrob degan so'z keladi. Hadis sharhlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javrobga mahs tortganligi haqida rivoyatlar borda. Xo'p, mana shu javrobni lug'aviy jihati paypoq degani. Ya'ni lug'atda tarjima qilsa paypoq deb chiqib keladi. Biz yuqorida avval boshda aytdik, namozni lug'aviy istilohiy ma'nosi bor deb. Demak, biz ulamolar har bir narsani tahorat demaydi, har bir narsa lug'aviy istilohiy ma'nosi bo'ladi. Xo'p, javrob to'g'ri lug'at jihatdan paypoq deylar. Lekin amalda u qanday paypoq bo'lgan? Payg'ambarimiz alayhisolom davrlarida, keyingi sahobiy tobiinlar davrida ham shunaqa paypoq bo'lgan bizga o'xshagan yo bo'lmaganmi? Ulamolar aytadilarki, javrob nima o'zi desa ta'rif berayotganda istilohiga. Bu oyoqni issiq saqlab turuvchi sovuq kunlarda kiyiladigan oyoq kiyim deyilgan va odatda jun va qalin matolardan tikilgan. Endi ulamolar bunga yana qo'shimcha qilganki, javrob sharti bor deydilar. Javrobga mahs tortsa bo'ladimi? Bo'ladi deganlar. Qachon? Mana o'sha quyidagi shartlarga javob berish kerak deganlar. Shundan bittasi o'zini kiyib, oyoq kiyim bilan emas. O'zini kiyib, oyoqni ustiga kiydida, oyoqqa ketdi. Asfalt yo'ldan yursin, quruq yer yo'ldan yursin, toshli yo'ldan 5,5 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tganda halinga putur yetmasa va buni o'zi emas, o'zini kiyganda oyoqqa tursa rezinasiz. Shuni kiydida oyoq turib tushib ketmayapti, rezinasiz. Va mahs tortganda suv ostiga o'tmasa oyoqqa. Mana shularga javob bersa, demak nima bo'ladi? Va keyin o'zini qo'yib qo'ysa, tursa, mana shunga javob bersa, demak nima bo'ladi? Mahs tortish mumkin bunga. Mana shu javrobga. O'zi mahsi bilan javrob nima farqi bor desa, mahslar odat teridan tikilgan. Bu haqida hech qanaqa xilof yo'q, mahs tortish mumkin haqida. Nimani terisi, ya'ni teridan qilingan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni mato bir narsalardan emas, teridan qilinganga mahsi deyiladi, xuf deyiladi arab tilida. Bunga hech qanday xilof yo'q, mahs tortishga tortilaveradi. Javrobda esa haligi aytgandek qalinroq mato, xullas teridan boshqa narsadan tikiladi bu. Va yuqorida aytgandek, bu sovuqdan asrash uchun qilinadi. Bu hozir kunda kiyayotgan paypoqlar sovuqdan asralmaydi, balki oyoqni berkitish uchun kiyiladi, xolos vazifasi shu buni. Demak, yuqorida aytgandek talablarga javob bersa, mahs tortish mumkin. Unga javob bermasa, 4 mazhab bo'yicha bu 4 mazhab ulamolari mumkin emas deganlar. To'g'ri, ayrimlar shartini har xil aytganlar, lekin umumiy ma'noda mana shu gap kelib chiqadi. Shuning uchun oddiy paypoqni o'ziga tortib olish bu nima bo'ladi? Oyoqni yuvish degan bitta farzni yo'qqa chiqarib, chala tahorat bilan namoz o'qiyotgan bo'ladi. Yo mahs kiyib tortsin yoki oyog'ini yuvsin yoki nima qilsin? O'sha javrob, haqiqiy ulamolar aytgan javrobni kiyib o'qsin. Hozirgi kunda borki, masalan, teridan boshqa mahsulotlar ham qilinyapti. Hatto biz fatvo markazimizga ayrim yigitlar keldi. Mana shuni sotsak bo'ladi. Qarasak, teri emas, lekin buni shunaqa talab bor desak, ayrimi o'zini masalan kerak bo'lsa sog'lig'idan o'sha mahsulotdan voz kechib yurib ham ko'rdi degan va 100% javob berdi shu talabga degan. Keyin unga sotish mumkinligi haqida aytilgan masalan. Demak, shu shartlar topilsagina tortish mumkin bo'ladi, topilmasa yuqorida aytgandek
mumkin emas. Bu tahoratni bitta farzi tark bo'layotgan bo'ladi. Bu xavfli. Yana bitta narsa, bu yuqorida ham aytib o'tdik, ruxsat masalasi bu. Farazan mahsi bor odam yechib yuvsa ham gunohkor bo'lmaydi u. Chunki birinchi navbatda o'zi yuvish aytilgan edi-ku. Mahsi uni ortidan qo'shimcha hadis bilan sobit bo'lgan narsa, amal. Shuning uchun shubhadan qochish uchun farazan bo'ladi degan tomon, garchi u gapi qabul qilinmaydigan gap bo'lsa ham, noto'g'ri gap bo'lsa ham, yechib yuvish kerak albatta. Bunaqa paypoqki, u nima qana zaruratda bo'lganda ham, sovuq bo'lardan boshqa, sovuq bo'lsa u alohida masala bor, tayammum masalasi, holatga qarab. Lekin bunday qilib shuni ustidan tortib ketish, bu birovlarning gapiga ko'rkam ergashish bo'ladi. To'rt mazhab buni bo'lmaydi deb turganda, bu yoqdan bitta ikkita shaxs bo'ladi, uni gapi olinmaydi. Shuning uchun musulmon inson ayniqsa ibodat masalasida juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Har kimning gapiga emas, balki o'tgan ulamolarni, mo'tabar zotlarni gapiga amal qilish. Shuning uchun ham biz ota-bobolarimiz o'zidan yuqoridan ko'rib, o'rganib kelgani uchun qattiq terdan tikilgan, terini ham o'ta qattiq terilarni olib kiyishgan. Chunki ularning taqvolari shuni talab qilgan. Ular qalbidagi taqvosi oddiy narsaga rozi bo'lmagan. Shuning uchun biz ham o'shalarni yo'llaridan yursak, inshaalloh xato qilmagan bo'lamiz. Demak, sizni javobingizdan qat'iy aytish mumkinki, bugungi kunda biz iste'molimizda foydalanayotgan bu paypoq naskilarga mahs tortish mutlaqo joiz emas. Bu mantiqa o'ylab qaralsa ham, bu paypoqlar bu dunyoga kelishiga 20-30 yil borki, 50-60 yil bo'lgan bo'lsa kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda turib olib, payg'ambarimiz alayhisalom paypoqlarga mahs tortgan deyishlik, bu mutlaqo bir asosga ham, bir mantiqqa ham, hech qanday shar'iy me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan botil hukm desa ham bo'lar ekan. Shunday. Bunda yana bitta narsa, Ibn Obidin degan olim o'tgan. Bizni mazhabimizda juda ham mo'tabar u kishining kitoblari hisoblanadi. U kishi juda ham uzoq emas yashaganlariga, biz davrimizga. Ya'ni yaqinda emas, lekin yaqin yashaganlar, ya'ni yaqin 100 yilda masalan uzoqroq yashaganlar. Shu kishi aytadilarki, demak o'sha paytda ham ayrim shunga o'xshagan lattadan, matodan tikilgan narsa paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu kishi aytganlarki, o'sha mahsga mahs tortish, javrok mahs tortish masalasini bayon qila turib, oxirida aytganlarki, shu orada ayta turib gaplarini xulosasida yuqoridagi shartlarga binoan deganlar, hozirgi kundagi o'sha paypoqlar deganlar ulamolar chiqarib tashlagan, mahs tortish masalasini chiqarib yuborganlar. Ya'ni unga mahs tortib qo'ygan. Chunki ko'rganlar, bu yaramaydi bu. Shu ulamolar bunga mahs tortib bo'lmaydi deb hukm aytganlar deganda, ya'ni nuqtani qo'yganlar, bo'ldi. Bu yog'iga endi har qanday o'sha siz aytgandaqa narsalar u kimlardir gapiga, botil gaplarga uchish hisoblanadi. Rahmat domla, bugungi namoz haqidagi mazmunli suhbat uchun va bu mavzuda ko'tarilgan masalalardan shunday xulosa qilamizki, tinglovchilarimiz, bizni kuzatib turgan muxlislarimiz o'zlari uchun eng zarur shar'iy dalillarni oldi degan umiddamiz. Siz bilan kelgusida mana shunday bugungi kunning eng muhim, musulmonlar uchun zarur bo'lgan mavzularda yana suhbatimizni davom ettiramiz degan umiddaman. Tashrifingiz uchun rahmat. Muslim podkast jamoasi nomidan bizni samimiy tashakkurlarimizni qabul eting. Rahmat, salomat bo'ling. Alloh taolo ushbu podkastimizni, ushbu suhbatimizni manfaatli qilsin. Rahmat domla. Salomat bo'ling. Qadrli kuzatuvchilar, hurmatli muxlislar, demak bugungi mavzudan shunday xulosaga kelamizki, namoz bu dinimizning asosiy ustunlaridan, insonni, mo'min musulmonni qalbini poklaydigan eng ulug' ibodatlardan hisoblanar ekan. Uni shariatimizga muvofiq payg'ambarimiz alayhissalom buyurganidek, ko'rsatganidek uni ado etishlik hammamizga nasib qilsin. Bizni kuzatganingiz uchun tashakkur. Fikr mulohazalaringizni bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda qoldiring. Va mana bu bugungi mavzu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashing. Va buni ko'pchilik ko'rishi, manfaat olishiga hissa qo'shing. Keyingi podkastlarimizdagi muhim mavzular ustida ko'rishguncha omon bo'ling.